Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hamkasblar, bizni kuzatib borayotgan, yangi ish boshlagan birodarlar. Sizlarni ko'pchilikning taklifiga binoan kanalimizda donat funksiyasini yoqdik. Buni ko'pchilik obunachilarimiz va yangi ish boshlagan yoki boshlamoqchi bo'lgan kuzatuvchilarimizdan taklif tushgan. Videolarning sifatini yaxshilash maqsadida yaxshiroq kamera yoki yaxshi mikrofon, stabilizatorlardan foydalaning. Videolaringiz sifati pastroq bo'lyapti, ovoz kam pastlik qilyapti, eshitishda qiyin bo'lyapti. Tasvir sifati ham o'rtacha yaxshilang. Yaxshi kamera, stabilizator, mikrofonlar kerak bo'lsa biz olib beramiz degan takliflar bilan ko'p yozishdi, kommentariyaga, Telegram, WhatsApplarimizga yozishdi. Shuni hisobiga men mayli dedim, donat funksiyasini yoqamiz. Kimda kim agar shu narsani o'zi xohlab qilmoqchi bo'lsa, kanalni rivojlantirish maqsadida poddershkaga chiqmoqchi bo'lsa, shu funksiyadan foydalanishlari mumkin endi. Bu narsa majburiy emas. Shu narsani taklif kiritganliklari uchun biz buni yoqdik. Endi qanaqa qilib donat qilish mumkinligi haqida video davomida ko'rsataman. Ko'rib, o'rganib, agar sizlar shu narsani xohlasalaring, o'zlaring foydalanib donat qilishlaring mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatinglar, hozirlarga bir boshdan to'liq tushuntirib o'taman. Hozir men sizlarga donat qilish uchun ssilka qayerlarda joylashtirilgan, shuni ko'rsatib o'taman. Buning uchun YouTube'ga kiramiz. Har bitta bizni kuzatib turganlarimiz YouTube'da kirishadi. Bizning kanalga kirgan paytda taxminan mana shu holatda sizlarda ko'rinish chiqadi. Shu joyda ko'rishlaring mumkin. Birinchi ko'rsatadigan joyi mana bu qism. Sifat yozuvidan keyin yeshi tugmasi bor. Shu joyda shu tugmani bosib kirganimizda ko'rib turibsizlar. Biz haqimizda kanal ma'lumotlari, telefon raqamlar va o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarimiz, TikTok, Instagram va bu joyda alohida donat qilish uchun ssilka qoldirilgan. U qizil bilan belgilab ko'rsatib qo'ydim. Donat tirikchilik.uz Dorvin Akfa deb yozilgan. Mana shu ssilkani ustiga to'g'ridan to'g'ri bosganimizda bizni shu donat funksiyasiga olib kirib ketadi. Bu joyda ko'rib turibsizlar, bizning kanalimiz, telefon raqamimiz, logotiplarimiz bilan ma'lumotlar qoldirilgan. Bu joyga kirib donat qilishni istagan kuzatuvchi, obunachilar, hamkasblar, xullas kim bo'lishidan qat'iy nazar barchaga birdek ishlaydi bu joy. Bu joyga kirib mana bu joyga ism, familiyani yozish mumkin. Bu funksiya yoqiladi, ism, familiya yoziladi va donat qilmoqchi bo'lgan summa mana bu qismga yoziladi yoki pastda tayyor shablonlar bor, mana ko'rib turibsizlar. Xuddi shu shablonlardan foydalanib donat qilishlaring mumkin va bu joyga xabarlar yoziladi. Istalgan xabarni kirgizib yozishlaring mumkin. Va to'lov usullariga keladigan bo'lsak, Uzcard, Payme, Uzum, Klik, xuddi shunga o'xshash to'lov usullari bor. Kimga qaysi to'lov usuli qulay bo'lsa, shundan foydalanib to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Bu birinchi usuli hisoblanadi. Va yana qayerdan ssilka olish mumkin? Ko'rib turibsizlar, biz oxirgi paytlarda chiqargan har bitta videolarni kommentariyasida va opisaniyasida ma'lumotlar qoldirilgan. Ko'rib turibsizlar, hozir sizlarga kanal opisaniyasini ochish yo'lini ko'rsataman. Mana bu joyda еще yozuv turibdi. Shu joy ustiga bosgan holatimizda qo'shimcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Ko'rib turibsizlar, past qismida mana yana bu joyda ham tirikchilik.uz ssilka turibdi. Shu qismga to'g'ridan to'g'ri bosganimizda ham bizni avvalgi donat funksiyasiga to'g'ridan to'g'ri olib kirib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, bu joyda ham ssilkamiz ishlayapti. Endi kommentariya qismi. Kommentariya qismi mana bu qism hisoblanadi. Shu qismni ustiga bosganimizda ham ichkari tomonda zakripet qilib qo'yilgan mana donat ssilkasi bu joyda ham qoldirilgan.
Buni ham ustiga to'g'ridan to'g'ri bosganimizda bu ham o'sha funksiyaga kirib ketadi. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, ikkita uchta joydan ssilkani topib bemalol donat qilish imkoniyati bor. Bu albatta majburiy narsa emas. Bu narsani taklif bergan bizni podpischilar bor, hamkasblar bor, kuzatib yurgan obunachilarimiz bor. O'zlari taklif kiritishgan bu narsani, biz ham bu funksiyani yoqishga qaror qilib yoqib qo'ydik. Ularning taklifi qanday bo'lgan? O'sha yaxshi kamerali telefon, mikrofon, bir videolar sifatini oshirish uchun bir stabilizator olib videolarni chiqaring, to'liqroq ma'lumotlar bilan. Asosan buni yangi ish boshlagan yo boshlamoqchi bo'lgan kuzatuvchilarimiz kiritgan bu taklifni. Bizga qulaylik bo'ladi, o'rganishimiz uchun oson bo'ladi. Ba'zi bir ma'lumotlarni ko'rib o'rganyapmiz degan taklif bo'lgani uchun bu funksiyani yoqdik. O'rtoqlar, bu narsa aytib o'tgandek majburiy emas. Kimda kim shu donat qilish niyatida bo'lsa, kanalni rivojlantirish uchun o'z hissasini qo'shaman degan bo'lsa, pastda ko'rib turibsizlar. Mana shu donat ssilkasi orqali bemalol donat qilishlaring mumkin. O'rtoqlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.